Farzandingizni yoqtirgan rangi? Farzandim qiz bola bo'lgani uchun ko'proq ochiq ranglarda, pushti va oq ranglarda yoqtiradi. Pushti bilan oq. Farzandingizni yoqtirgan mevasi? Yoqtirgan mevasi banan. Banana. Farzandingizni yoqtirgan taomi? Yoqtirgan taomi quyuq ovqatlarni yoqtiradi, asosan shuning uchun osh yaxshi ko'radi. Osh. Farzandingizni eng yaqin do'sti? Eng yaqin do'sti Nuronaxon. Nurona. Eng yoqtirgan fani? Eng yoqtirgan fani ingliz tili. Matematika. Kelajakda kim bo'lmoqchi? Kelajakda qizim ustoz bo'lmoqchi. Ustoz. Farzandingizni eng yaxshi ko'rgan ustozi? Farzandimni eng yaxshi ko'rgan ustozi Azimaxon ustoz. Yegora Maratova. Farzandingizni eng yaxshi ko'rgan mashinasi? Farzandimni yaxshi ko'rgan mashinasi dadalarining mashinasi. Spark.